Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Qaysi holatlarda pensionerlarga ushlab qolingan yoki noto'g'ri hisoblangan pullar qaytarilishi mumkin. Kimlar albatta tekshirtirishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo-bu yoki pensiya yoshiga yaqin inson bor. Ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta oddiy xato sababli odam bir necha oy, ba'zan bir necha yil davomida o'ziga tegishli pulni olmasdan yurishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda aniq misollar bilan tushuntiraman. Men avvalo masalaning ildizini tushuntirib beraman. Pensiya degani shunchaki har oy plastik kartaga tushadigan pul emas. Pensiya hisob kitobi o'rtada ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, ariza berilgan sana, hujjatlar to'liqligi, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik holati, yoshiga doir pensiya turi va boshqa ko'plab omillar turadi. Shu omillardan bittasi noto'g'ri kiritilsa yoki umuman hisobga olinmasa, pensiya miqdori kamayib ketishi mumkin. Ilgari ko'p pensionerlar bunday holatga e'tibor bermas edi. Davlat hisoblab bergan, demak to'g'ridir deb o'ylardi. Lekin amaliyotda men ko'p ko'rganman. Odam 35 yil ishlagan, lekin tizimda 29 yil staj ko'ringan, yoki ayol kishi farzand parvarishi davrini hisobga kiritmagan, yoki odam sovxozda, zavodda, qurilish tashkilotida ishlagan, lekin arxiv ma'lumotnomasi vaqtida topilmagani uchun o'sha yillar pensiyaga qo'shilmagan. Natijada pensiya kamroq tayinlangan. Endi vaziyat shundaki, fuqarolar o'z pensiya ishini tekshirtirish, qo'shimcha hujjat topshirish, noto'g'ri hisoblangan summani qayta ko'rib chiqishni so'rash huquqiga ega. Agar haqiqatan ham pensiyalik kam to'langan bo'lsa, ayrim holatlarda farq summasi qaytarilishi mumkin. Lekin bu yerda juda muhim jihat bor. Hamma pensionerga avtomatik tarzda katta pul qaytariladi degan gapga ishonib bo'lmaydi. Internetda hamma pensionerga falon million beriladi degan xabarlar ko'p tarqaladi. Men bunday xabarlarga ehtiyotkor qarashni tavsiya qilaman. Pul qaytarilishi uchun aniq asos hujjat, hisob kitob va vakolatli organ qarori bo'lishi kerak. Avval ko'plab ma'lumotlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxivdan olingan tasdiqlar, tashkilot muhri, buyruq nusxalari asosiy dalil bo'lgan. Odam pensiyaga chiqayotgan paytda hujjat to'liq bo'lmasa, mavjud hujjatlar bo'yicha pensiya tayinlangan. Masalan, fuqaro 1965 yildan 1993 yilgacha ishlagan, lekin o'sha korxona yopilib ketgan. Arxivdagi hujjat topilmagan. Shunda o'sha davr vaqtincha hisobga olinmasligi mumkin bo'lgan. Pensioner esa keyin ovora bo'lishni istamay, shu pensiya bilan qolib ketgan. Hozir esa raqamlashtirish, idoralararo ma'lumot almashinuvi, elektron bazalar, fuqarolarning murojaat qilish imkoniyatlari kengaydi. Bu degani pensioner o'z huquqini tekshirtirishi osonlashdi. Masalan, mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mening pensiyam qanday hisoblangan, qaysi yillar stajga kiritilgan, qaysi ish haqi davri olingan deb so'rash mumkin. Agar hujjat yetishmasa, arxivdan ma'lumotnoma olib kelishi mumkin. Agar ilgari hisobga olinmagan staj tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin yana bir nozik jihat bor. Qayta hisoblash doim ham bir xil natija bermaydi. Ba'zida pensiya miqdori oshadi, ba'zida o'zgarmaydi. Chunki qo'shimcha staj qo'shilgani bilan pensiya hisobida boshqa cheklovlar, minimal yoki maksimal me'yorlar, ish haqi koeffitsientlari, amaldagi tartiblar ham rol o'ynaydi. Shuning uchun men har doim aytaman, avval hujjatni tekshirtiring, keyin xulosa qiling. Men birinchi navbatda pensiyaga chiqqanda hujjatlari to'liq bo'lmagan insonlarga e'tibor qarataman. Agar siz pensiyaga chiqayotgan vaqtda keyin olib kelasiz, arxivdan topilsa qo'shamiz. Hozircha bor hujjatlar bilan hisoblaymiz degan gaplarni eshitgan bo'lsangiz, albatta pensiya ishingizni qayta ko'rib chiqishni so'rang. Chunki o'sha paytda hisobga kiritilmagan, yillar keyin topilgan hujjat bilan tasdiqlansa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi toifa, mehnat daftarchasida yozuvlari noaniq bo'lganlar. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q, yoki korxona nomi tushunarsiz yozilgan, yoki muhr o'qilmaydi, yoki lavozim nomi noto'g'ri kiritilgan. Bunday holatlarda tizim yoki mutaxassis o'sha davrni to'liq qabul qilmagan bo'lishi mumkin. Oddiy misol, Akmal aka 1979 yildan 1976 yilgacha qurilish trestida ishlagan. Mehnat daftarchasida ishga kirgan yozuv bor,
lekin bo'shagan buyruq raqam noaniq. Pensiya tayinlanganda shu 7 yilning faqat 3 yili tan olingan. Keyin Aqmal aka arxivdan buyruq nusxasini oldi. Shundan so'ng 4 yil qo'shimcha staj sifatida qo'shildi. Agar bu staj pensiya miqdorini oshirsa, unga keyingi davr uchun farq qayta hisoblanishi mumkin. 3-toifa ayollar, ayniqsa farzand tarbiyasi bilan bog'liq davrlari hisobga olinmagan bo'lishi mumkin bo'lganlar. Ko'p ayollar mehnat faoliyatida tanaffus qilgan. Tug'ruq, bola parvarishi, oilaviy sabab, ko'chib o'tish. Ba'zi davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga ta'sir qilishi mumkin, lekin buning uchun hujjat kerak bo'ladi. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh hujjati, familiya o'zgargan bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjat. Tegishli buyruqlar, mehnat daftarchasi yozuvlari tekshiriladi. Masalan, Zaynab opa 32 yil ishlagan deb o'ylaydi, lekin pensiya hisobida 28 yil chiqqan. Sababi familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan. Ayrim hujjatlar eski familiyada qolgan. U hujjatlarni bog'lab beruvchi nikoh guvohnomasini taqdim etgach, ilgari tasdiqlanmagan davr aniqlanishi mumkin. 4-toifa ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri olingan pensionerlar. Pensiya miqdorida faqat staj emas, balki ma'lum davrdagi ish haqi ham muhim. Ba'zan odam yuqori maosh olgan davrini ko'rsatmagan bo'ladi. Pastroq oylik yillari asosida hisob-kitob qilingan bo'ladi. Masalan, Rustam aka 1910 yillarda yaxshi maosh olgan, lekin hujjat topilmagani uchun keyingi pastroq daromadli davrlar olingan. Keyin arxivdan ish haqi ma'lumotnomasi topildi. Agar u ma'lumot qonuniy shaklda tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. 5-toifa pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan va ish staji yoki sug'urta badallari bo'yicha o'zgarish bo'lishi mumkin bo'lganlar. Bu yerda hamma narsa amaldagi tartibga bog'liq. Ishlayotgan pensionerlar bo'yicha qayta hisoblash qachon, qanday asosda, qaysi davr uchun amalga oshirilishini albatta pensiya jamg'armasidan aniqlashtirish kerak. Men bu toifadagi odamlarga men ishladim, demak darhol pul qaytadi deb xulosa qilmaslikni maslahat beraman. Lekin ishlagan davringiz rasmiy bo'lgan bo'lsa, daromad va badallar aks etgan bo'lsa, buni tekshirtirishga arziydi. Agar siz pensiyaga chiqqanda barcha hujjatlaringiz to'liq bo'lgan, mehnat stajingiz to'liq kiritilgan, ish haqi ma'lumotlaringiz to'g'ri olingan, keyin ham sizga rasmiy javob berilgan va pensiya miqdori bir necha bor tekshirilgan bo'lsa, haddan tashqari xavotirlanishga asos yo'q. Lekin baribir men kamida bir marta pensiya ishining asosiy hisob-kitobini ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki ko'p odam o'z pensiyasining qanday shakllanganini bilmaydi. Har oy pul tushyapti, demak hammasi joyida deyish to'g'ri yondashuv emas. Yana shuni aytaman. Agar ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga avtomatik ravishda 2 million, 5 million yoki 1 million so'm qaytariladi degan xabarni ko'rsangiz, darhol ishonmang. Pul qaytarilishi shaxsiy holatga bog'liq. Bir pensionerga haqiqatan ham farq chiqishi mumkin. Boshqasiga esa 1 so'm ham chiqmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emas, bu hisob-kitobning individual ekanini bildiradi. Birinchi misol. Muhabbat opa 60 yoshga to'lganda pensiyaga chiqqan. Mehnat daftarchasida 25 yil ish staji bor deb hisoblangan. Lekin u 1992 yildan 1998 yilgacha tikuv fabrikasida ishlaganini aytadi. Daftarchada o'sha yozuv bor, ammo muhr xira, korxona nomi o'zgargan, arxiv ma'lumotnomasi bo'lmagan. Pensiya tayinlanganda bu davrning faqat bir qismi hisobga olingan. Muhabbat opa keyin arxivga murojaat qildi. Buyruq nusxasi va ish haqi ma'lumotnomasi topildi. Natijada 6 yil qo'shimcha staj tasdiqlandi. Agar qayta hisoblashda pensiya miqdori oyga 120 ming so'mga oshsa, masala shunday qo'yiladi. Bu oshirilgan summa qaysi sanadan boshlab to'lanadi? Oldingi davr uchun farq beriladimi? Berilsa qaysi muddat doirasida? Buni pensiya jamg'armasi amaldagi tartib asosida hal qiladi. Muhimi, hujjatsiz talab emas, hujjatli asos bo'ldi. Ikkinchi misol. Jamshid aka pensiyaga chiqqanda unga 30 yil staj hisoblangan. U rozi bo'lgan. Oradan 2 yil o'tib, o'g'li uning eski hujjatlarini ko'rib, harbiy xizmat davri yoki o'qish bilan bog'liq ayrim davrlar hisobga kirmaganini sezgan. Ular tegishli hujjatlarni olib borishgan. Tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, ayrim davrlar haqiqatan ham hisobga olinishi mumkin. Pensiya qayta hisoblangan. Lekin natijada pensiya oyiga faqat 45 ming so'mga oshgan. Nega? Chunki asosiy pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi boshqa ko'rsatkichlar ham bordi. Demak, odamlar stajim 30 yilga oshsa, pensiyam juda katta ko'payadi deb o'ylamasligi kerak. Har bir holatda alohida hisob bor. 3-misol. Dilbar opa internetda pensionerlarga pul qaytariladi degan videoni ko'rib,
qo'rqib qoladi. Ertasi kuni notanish odam telefon qilib, "Men pensiya bo'limidanman, sizga qaytariladigan pul bor. Kartangiz raqamini va SMS kodini ayting" deydi. Mana bu eng xavfli joy. Hech qachon SMS kod, karta paroli, bank ilovasi kodi. Pasportingizning suratini notanish odamga yubormang. Pensiya jamg'armasi xodimi sizdan telefon orqali bank kartangizning maxfiy kodlarini so'ramaydi. Agar kimdir pul qaytarib beramiz, oldin xizmat haqi to'lang desa, bu ham shubhali. Rasmiy murojaat faqat vakolatli organ, Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki ishonchli elektron xizmatlar orqali qilinadi. 4-misol. Sobir aka pensiyani kam olayotganini sezadi. U pensiya bo'limiga boradi. Lekin og'zaki so'raydi va hammasi to'g'ri degan javob bilan qaytadi. Men bunday holatda og'zaki gap bilan cheklanmaslikni tavsiya qilaman. Ariza yozing. Arizada pensiya tayinlashda hisobga olingan ish staji, ish haqi davri va pensiya miqdorining hisob kitobini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ariza kirim raqami oling. Shunda javob ham rasmiy bo'ladi. Keyin norozi bo'lsangiz yugurib tashkilotga murojaat qilish osonlashadi. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, hujjat borligi uning avtomatik qabul qilinishini anglatmaydi. Hujjatda sana muhr, imzo, tashkilot nomi, buyruq raqami, lavozim, ish davri aniq bo'lishi kerak. Agar ma'lumotnoma shunchaki falonchi bizdagi deb yozilgan bo'lsa, lekin qaysi sanadan qaysi sanagacha ishlagani ko'rsatilmagan bo'lsa, u yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun arxidan ma'lumot olayotganda aniq davr, buyruq raqami, ish haqi ma'lumotlari, lavozim nomi kiritilganiga e'tibor bering. Ikkinchi nozik jihat familiya, ism va otasining ismidagi farqlar. Sovet davri hujjatlarida bitta harf boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Abdullayeva bir joyda Abdullayeva, boshqa joyda Abdullayeva M shaklida yozilgan. Bugungi tizim esa buni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Bunday holatda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Ba'zan sud orqali faktni belgilash masalasi ham yuzaga kelishi mumkin. Men bu joyda shoshilmasdan avval pensiya jamg'armasi mutaxassisi bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. 3-nozik jihat, menga qo'shni aytdi, unga pul qaytibdi, menga ham qaytish kerak degan yondashuv. Har bir insonning pensiya ishi alohida. Qo'shningizda arxiv hujjati topilgan bo'lishi mumkin. Sizda esa hamma hujjat allaqachon hisobga olingan bo'lishi mumkin. Yoki qo'shningizning ish haqi davri o'zgargan, siznikida esa o'zgarmaydi. Shuning uchun boshqa odamning natijasini o'zingizga to'g'ridan-to'g'ri ko'chirmang. 4-nozik jihat, qaytariladigan pul muddati. Odamlar ko'pincha men 5 yil kam olgan bo'lsam, 5 yilning hammasini qaytarishlari kerak deb o'ylaydi. Amalda esa qayta hisoblash qaysi sanadan qo'llanishi, oldingi davr uchun to'lov berilishi yoki berilmasligi qonunchilik va murojaat holatiga bog'liq bo'ladi. Agar xato vakolatli organning noto'g'ri hisob kitobi sababli bo'lgan bo'lsa, bir tartib. Agar fuqaro hujjatni keyin taqdim etgan bo'lsa, boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Shuning uchun arizada aynan oldingi davr uchun to'lanmagan farq summasini hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish muhim. 5-nozik jihat, ortiqcha to'langan pul masalasi. Bu ham bor. Ba'zan tekshiruvda nafaqat kam to'langan, balki ortiqcha to'langan holat ham chiqishi mumkin. Masalan, noto'g'ri hujjat, takror kiritilgan staj, ma'lumotdagi xato sababli pensiya ortiqcha hisoblangan bo'lishi mumkin. Shunda davlat ortiqcha to'langan summani qaytarish masalasini ko'tarish ehtimoli bor. Men odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Lekin hujjat bilan ishlaganda halollik va aniqlik kerak. Qanday hujjat topshirayotganingizni biling. Soxta yoki shubhali ma'lumotnoma bilan hech qachon murojaat qilmang. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'z pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat. Harbiy xizmat hujjati, diplom yoki o'qish davri bilan bog'liq hujjatlar. Arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari bo'lsa, hammasi alohida papkaga joylang. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Og'zaki so'rash mumkin, lekin men yozma ariza berishni ma'qul ko'raman. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib, pensiya hisobida inobatga olingan ish staji, ish haqi davrlari va hisob kitob asoslarini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar kam hisoblangan summa aniqlansa, farq summasini qayta hisoblab
to'lab berish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizani topshirganda kirim raqamini oling yoki elektron tarzda yuborsangiz, tasdiqni saqlang. 3-qadam, qaysi yillar hisobga kirmaganini aniqlang. Shunchaki pensiyam kam deyish yetmaydi. Masalan, siz 1974 yillar orasida ishlagan bo'lsangiz, lekin hisobda ko'rinmasa, aynan shu davrni ko'rsating. Qaysi tashkilot, qaysi lavozim taxminiy ishga kirgan va bo'shagan sanani yozib qo'ying. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak bo'ladi. Tuman yoki viloyat arxivida, tarmoq arxivida korxona vorisi bo'lgan tashkilotda hujjatlar saqlangan bo'lishi mumkin. 4-qadam, arxiv ma'lumotnomasini to'g'ri oling. Arxivga murojaat qilayotganda menga pensiya uchun ish staji va ish haqi haqida ma'lumotnoma kerak deb aniq yozing. Faqat ishlaganlik fakti emas, qaysi davrda ishlaganingiz, buyruq raqamlari, lavozim, ish haqi bo'yicha ma'lumot kerakligini bildiring. Agar arxiv hujjat topilmadi deb javob bersa, o'sha javobni ham saqlang. Chunki keyingi murojaatlarda bu ham dalil sifatida kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam. Javobni diqqat bilan o'qing. Pensiya bo'limi sizga asos yo'q deb javob bersa, nima uchun asos yo'qligini ko'rsatuvchi qismini o'qing. Balki hujjatda muhr yetishmayotgandir. Balki sana mos kelmayotgandir. Balki qonun bo'yicha bu davr stajiga kiritilmas. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta tushuntirish so'rang. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Lekin sudga borishdan oldin hujjatlar puxta tayyorlangan bo'lishi kerak. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men yana takrorlayman. Hech kimga SMS kod bermagan, karta parolini aytmang. Pul qaytarib beramiz de, notanish havolalarga kirmang. Rasmiy idora sizdan Telegram orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar kimdir, men sizning pensiya ishingizni tezlashtirib beraman, oldin pul o'tkazing desa, bu juda shubhali. Yordam kerak bo'lsa, rasmiy yurist, davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasining o'zidan maslahat oling. 7-qadam, oilada pensionerlarning hujjatini birga tekshiring. Ko'p keksa insonlar ariza yozishga, idoraga borishga qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, yaqin qarindoshlar yordam berishi kerak. Lekin yordam berayotganda pensionerning roziligi, ishonchnoma kerak bo'ladigan holatlar borligini ham unutmang. Hujjatlarni tartibga soling. Eski papkalarni ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuvni alohida daftar yoki telefoningizga qayd qilib chiqing. Qaysi yil qayerda ishlagan, qaysi hujjat bor, qaysi biri yo'q, shuni aniqlab oling. Nega bu masala muhim? Chunki pensiya ko'pchilik uchun asosiy daromad manbai. Oyga 100 ming so'm kam hisoblangan bo'lsa ham, bir yilda 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Oyga 2 ming so'm farq bo'lsa, bir yilda 3 million so'm degani. Bu pul dori darmon. Oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, nabiralarga yordam, shifokor ko'rigi uchun juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun men mayli ozgina ekan demaslikni maslahat beraman. Pensionerning har bir so'mi mehnat bilan topilgan huquqdir. Lekin ikkinchi tomondan yolg'on umid ham bermaslik kerak. Hamma murojaat qilsa ham hammaga pul qaytmaydi. Ba'zi insonlarda pensiya to'g'ri hisoblangan bo'ladi. Ba'zida qo'shimcha hujjat topilmaydi. Ba'zida topilgan hujjat pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Ba'zida esa oshish bo'ladi, lekin kutilgan darajada katta bo'lmaydi. Men ekspert sifatida sizga eng to'g'ri yo'lni aytaman. Avval tekshirish, keyin dalil to'plash, keyin rasmiy ariza berish, keyin yozma javobga qarab harakat qilish. Yana bir muhim jihat, pensiya ishi bir marta tayinlanib, abadiy yopilib ketadigan narsa emas. Hayotda yangi hujjat topilishi mumkin, arxivdan ma'lumot chiqishi mumkin, xato aniqlanishi mumkin, qonunchilikda o'zgarish bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner o'z huquqini bilishi kerak. Bilmagan odam ko'pincha o'ziga tegishli puldan ham bexabar qoladi. Xulosa shuki, pensionerlarga pullar qaytariladi degan gapni eshitganda vahimaga ham tushmang. Ko'r-ko'rina ishonmang ham. Pul faqat aniq asos bo'lsa, hujjatlar tasdiqlansa. Pensiya noto'g'ri yoki kam hisoblangani aniqlansa qaytarilishi mumkin. Eng muhim ish, pensiya hisob kitobingizni tekshirtiring, hujjatlaringizni tartibga soling, yetishmayotgan davrlar bo'lsa arxivdan ma'lumot oling. Arizani yozma bering va javobni saqlang. Men bugun sizga bu masalani oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntirdim. Endi sizdan so'rayman, sizning o'ylangizda pensiyasi kam hisoblangan deb o'ylaydigan inson bormi? Mehnat staji to'liq kiritilganmi yoki ayrim yillar yo'qolib qolganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring.
Chunki bu ma'lumot pensionerlar uchun ham, ularning farzandlari uchun ham juda muhim.